Antiqa hamda noyob bo'lgan shokoladli sochli keks retseptimi birinchilardan bo'lib sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ishoninglar, hali bu haqda hech kim sizga ma'lumot bermagan. Bismillah deb tuxum hamda shakarni ko'pirtirib, alohida idishda sut hamda suvni isitib olamiz. Ko'pirib chiqqan tuxumli massamizga solib, ketidan o'simlik yog'ini solib aralashtiramiz. Elangan un, kakao, kabartma, tuz, vanilin hamda osh suvidan solib aralashtiramiz. O'rtasiga yog'langan stakan qo'yilgan qolipimizga hamma massamizni solib, qizigan duxovkada pishirib olamiz. Qo'rqmasdan pishiringlar, stakaningiz sinib ketmaydi. Hali hech kimga o'rgatmagan glazurimizni boshlaymiz. Idishimizga quyiltirilgan sut, kakao hamda sariyog' solib, gazga o'rta olovga qo'yamiz. Tinmay aralashtirib turasizlar. Birinchi suyuladi, keyin quyiladi. Quyilganidan so'ng gazdan olib, ozgina soviganidan so'ng qaymoq hamda shokolad solamiz. Shokolad shuni issig'iga erib aralashib ketadi. Antiqa hamda noyob bo'lgan shokoladli glazurimizni keksimiz o'rtasiga joylab dasturxonga tortamiz. Xosiyat shamiz yoqqanida duo qilishni unutmanglar.